Ibrohim alayhisalom Makkani ziyorat qilishni davom etdi va ana shu ziyoratlarning birida o'g'li Ismoilga aytdiki, Alloh menga bir ish buyurdi. Deganda Ibrohim alayhisalomda o'g'li Ismoil aytdiki, "Parvar otajon" dedi, "Alloh buyurgan ishni bajaring" dedi. "Menga yordam berasizmi?" dedi. Ya'ni nima buyurdi? Ola eshitaylikchi. Degani yo'q, chunki sizni qurbonlik qilishlikni tushimda ko'rdim deganda, bo'ldi meni qurbon qila oling degan bola bundan boshqa savolga hojat qolmaydi. Chunki o'zing seni so'yishligini tushimda ko'rdim desa nima qilyapti? Ko'naveryaptimi? Endi boshqa ish nima degan narsa? Alloh menga mana shu joyda Makkada uy qurishlikni buyurdi deb aytdi. Va ikki ota o'g'il Ka'batullohni qurishlikka kirishdi. Astagfirullah va izbawwa'na li Ibrohima makanal bayt. Biz Ibrohimga ana shu baytni, Ka'batullohni qurishlik o'rnini ko'rsatib berdik. Mana shu Ka'bani o'rni xususida mana bir qancha rivoyatlar bor ekan, shulardan bittasi Ibrohim alayhisalom o'sha davr o'sha joyda kavladi, farishta ko'rsatgan joyda va Shis ibn Odam alayhisalomning o'g'li bo'lgan ikkinchi payg'ambar mana silsilada aytib o'tdik. Qurgan uyni asosini, fundamentini topdi va shuni ustiga qurdi deydi. Ya'ni boshqa rivoyatlarda farishtalar ana shu qo'ygan asosni, fundamentni topdi, shuni ustiga qurdi. Lekin nima bo'lganda ham hozirgi Ka'batullohda turgan o'rni bu Alloh taolo ko'rsatib bergan joy. Yer yuzini eng muborak, eng muqaddas bo'lgan joy. Ya'ni musulmonni ziyorat qiladigan joy 3 ta deyilgan hadislarda. Bu Masjidil Harom, Masjidul Nabaviyya va Masjidul Aqso. Musulmonni ziyorat qilishlikka lozim bo'lgan joylar shu. Quraysh mana davrlarida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lmasdan turib, Ka'bani sel oladi. Bu mashhur qissa, sirat kitoblarida bu narsa ko'p takrorlangan. Ana shu Ka'bani ta'mir qilishmoqchi bo'lgan paytlarida devorlarni yiqib buzishadi. Inshaalloh ana shu payg'ambarimiz tarixiga kelganimizda inshaalloh aytilib o'tinlar. Batafsil, lekin biz Ibrohim alayhisalom qissasida bo'lgani uchun bilan kifoyalanamiz. Ibrohim alayhisalom mana Quraysh qavmi Ka'bani ta'mir qilmoqchi bo'lib, devorlarini, toshlarini tushirishadi-da, yerni asosini, fundamentni chuqurroq kavlashning niyatida ana shu Ka'bani o'rnini kavlashadi. Ana shu chuqurroq kavlashganda zangori, yashil rangga yaqin bo'lgan kasnimatil jibal deyiladi, tuyani o'rkachi yoki tog'larda cho'qqisiga o'xshagan ko'rinishdagi toshlarga yo'l qishadi, yashil rangdagi. Uni ham chiqarmoqchi bo'lib, ana shu kavlayotgan kishi qo'lidagi temirni toshga tiqib turishini bosib ko'targanda, tosh ko'chib, tayidan ko'zni ko'r qilishlik darajasidagi nur yorug'lik chiqdi. Ana shu kishi qo'rqib ketgandan temirni qo'yib yubordi, tosh joyiga tushdi, yorug' to'sildi. Shunda Quraysh aytdiki, jildirmanglar toshni. Shuni ustiga quraveringlar dedi. Yer yuzidagi nurning masdari Ka'batulloh bo'ladi. Uni ostida nur bor. Olamlar uchun hidoyat degan Alloh taolo. Demak, yer yuzidagi nurning asosi qayerda ekan? Ka'batulloh. Yerdagi nurning masdari. Va izbawwa'na li Ibrohima makanal bayti an alla tushrik bi shay'an wa tahhir bayti lit-ta'ifina wal-qa'imina wa ruk'a'is sujud. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun va maqomu Ibrohim. Albatta, insonlar ibodat qilishliklari uchun qurilgan uyni eng birinchisi bu muborak Bakka vodiysidagi uy. Olamlar uchun hidoyatdir uy. Ana shu uyda Alloh taoloning ochiq mo'jizalari bor. Ular qatorida maqomi Ibrohim. Yuqorida zikr qilingan nur ana shu Alloh taoloning ayatun bayyinatdan bittasi. Ochiq mo'jizalardan bittasi. Maqomi Ibrohim ham ana shu Alloh taoloning Ka'baga qo'ygan buyuk mo'jizalaridan uni kezi kelganda o'rnida aytamiz inshaalloh. Va man dakhalahu kana amina. Kim Ka'batullohga kirsa u omonlikda deb aytiladi. Astagfirullah va izibtala Ibrohima robbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ibrohimga Alloh taolo imtihonlarni berdi, Ibrohim alayhisalom bu imtihonlardan o'tdi va Alloh aytdi: "Men sizni insonlarga imom qilaman, insonlarga boshliq qilaman" dedi. Shunda Ibrohim alayhisalom so'radi: "Qala va min zurriyati? Meni zurriyotimdan ham imomlar chiqadimi? Meni zurriyotimdan ham odamlarga peshvo chiqadimi?" deganda Alloh shu yerda istisno qildi. Nima dedi? La yanalu ahdiz zolimin. Sizni zurriyotingizdan bo'lib zolim bo'lganlarga bu ahd yetmaydi dedi. Ya'ni sizni zurriyotingiz bo'lsalar hammasi imom bo'lib, hammasi odamlarga peshvo payg'ambar bo'larmaydi. Zolim bo'lganlarga bu narsa berilmaydi. Agar kimning bolasi bo'lsa ham ular Ibrohim alayhisolamning bolasi bo'lsa ham. Qala la yanalu ahdiz zolimin. Va iz ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrohima musalla. Ana shu
Ka'batullohga kelganda maqomi Ibrohimdan namoz o'qishlikka joy olinglar deb Alloh taolo buyuryapti. Nubuvatni, imomlikni, odamlarga peshvolikni sizga beraman deganda zurriyotiga ham so'rovdi. Alloh nima dedi? Zolimlarga, dinsiz bo'lganlarga bermayman deganda endi ana shu Makka shahrida yashaydigan odamlarga rizq so'rayotib aytadiki: "Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir." Ha xo'p, payg'ambarlik, nubuvat faqat mu'minlarga ekanmi? Unda rizqni ham faqat mu'minlarga ber deb so'rab qo'ydi. Subhanalloh. Agar labbay deyilganda Ka'batullohda atrofida faqat mu'min yashash kerak bo'lardi. Hali ham mu'minlar yashaydi. Lekin rizqni Alloh taolo hammaga teng taqsim qilishligini quyidagi oyatda bizga bayon qilyapti. Qola va man kafar. Kofir bo'lganlardan ham rizqini nima qilaman? Yetkazaveraman. Demak, rizq mu'min kofirlikka qaralmasdan berilaveradigan Allohning marhamati ekan. Shunday emasmi? Bismillahirrohmanirrohim. Mehribon va rahimli Allohning nomi bilan. Rahman degan sifatida ulamolar shunday ta'rif beradiki, bu dunyoda Alloh taolo fojiriga ham, fosig'iga ham, taqvodoriga ham, olimiga ham rizqni nima qiladi? Bir xil rahmatini nima qilib qo'ygan? Sochib qo'ygan. Endi Ar-Rohim qiyomatda ishlaydi deydi ulamolar. Faqat bu rahmat kimga bo'ladi? Mu'minlarga bo'ladi. Demak, Ibrohim alayhisalom rizqni payg'ambarlikni meni zurriyotimdan yaxshilarga berganingdek, rizqni ham faqat yaxshilarga berdi, yo'q dedi. Unda hamma yaxshi bo'lib ketardi-da. Bu Allohga ibodat qilmagan odam qirilib ochlikdan o'lib ketaversa, hamma ibodat qilmay nima qilardi? Demak, rizq masalasi hammaga teng sochiladi. Va iz yarfa'u Ibrohimul qawa'ida minal bayti va Ismoil robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Vaqtiki Ibrohim va Ismoil uyni ustunlarini, devorlarini ko'tarar ekan, duo qilishdi. Parvardigoro, bizlardan qabul qilgan mana shu ishimizni, albatta sen Samiun alim bo'lgan zotsan. Parvardigoro, bizlarni o'zingga musulmon qilgin va zurriyotimizdan musulmon ummatlarni chiqargin. Shu o'rinda ota-bolani qilgan eng ulug' duosi bor. Bu duo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kelishiga haqidagi duo edi. Robbana vab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika va yuallimuhumul kitaba wal hikma va yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Parvardigoro, mana shu joydagi bizni zurriyotlarimizdan o'zlarining ichidan payg'ambarni chiqargin. Ularga seni oyatlaringni o'qib bersin va kitobni o'rgatsin, hikmatni o'rgatsin, ularni poklasin. Albatta sen azizul hakim bo'lgan zotsan. Demak, mana shu duo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning kelishiga haqidagi Allohdan so'ralgan nima edi? Duo edi. Ibrohim alayhisalom mana shu uyni qurar ekan, ana shu uyni burchaklardan bittasi boshqa burchaklardan farqli bo'lishini holatida o'g'liga Ismoilga shu chiroyliroq bo'lgan bir tosh topganmizmi deb buyurdi. Ismoil alayhisalom charchadim dedi, lekin buyrug'iga labbay deb istab ketdi. Topolmasdan qaytib keldi. Kelsa, otasi Ibrohim alayhisalom Ka'baning bir burchagiga oq rangdagi nihoyatda ana shu burchakka mos tushadigan toshni qo'yib binoda davom etkazayotganligini ko'rdi. Otajon dedi, bu tosh sizga kim olib keldi? Malollanmaydigan, charchamaydigan zot olib berdi. Kim? Jabroil jannatdan olib chiqib berdi dedi. Mana biz biladigan Ka'batullohdagi Hajarul Aswad aslida oq bo'lgan. Savadat huzunul bashar dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Odamlarning gunohlari bu toshni qoraytirib tashladi. Ya'ni har doim ham Ka'batullohdagi bu tosh musulmonlarning qo'lida bo'lavermagan. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida yalang'och tavof qilishgan Ka'bani mushriklar. Qurayshda tijorat yurish uchun Quraysh shunday hukm chiqargandiki, kim Ka'batullohda tavof qilgani kelsa, faqat Qurayshdan olgan kiyim bilan tavof qilsin, bo'lmasa yalang'och tavof qilsin deydi. Bu albatta dunyo tijorat, boshqa bir niyat yo'q. Yalang'och tavof qilishar edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkani fath qilganlardan keyin bu johiliy urfga chek qo'yildi. Demak, Ka'batulloh o'zi aslida undagi biz bilgan qora tosh asli nima bo'lgan? Oq bo'lgan. Jannatdan chiqqan. Insonlarning qilgan gunohlari toshni qoraytirib olgan ekan, birodarlar.